Onasi? Qattasa? Yakka. Voy, aylanib ketaysan-da. Kiyimlarimni yaxshi tayyorlabsan. Yaxshi bo'pti. Bugun kechqurun maylisimiz bor edi. O'shaning uchun menga qara onasi. Men bugun sal kechroq kelaman-da. Agar mabodo ana ro'zg'orda kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, menga sekin SMS qilib yozib yuborsan telefonimga, kechqurun hamma ro'zg'orlarni bitqib olib kelaman. Tushundingmi? Xo'pmi? Yaxshi o'tiringlar. Men ketdim ishga. To'xtang. Ha? Telefoningiz qolib ketyapti. Voy, shoshganda mana shunaqa bo'ladi o'zi. Men bera. Bu telefoningiz kecha ham qolib ketdi, quyoncham. Tushunmadim. Men senga o'ylanganimdan beri meni bir marta ham quyoncham demagan eding shekilli. Ha, lekin 75 raqamdan elektrigi sizga quyoncham deb SMS yozar ekan. Yozadi elektrik, ha? Haligi ishxonamizdagi Ro'shan aka elektrik. Nuqul shu ishdan keyin qolsak, o'tiraylik, ichaylik deyveradilar. Men nuqul seni o'ylayman, senga ichgan odamlar yoqmaydi-ku onasi. Haligi ana kuni ham ishdan keyin ichaylik dedilar. Ozgina bahona qilib quyonni surib yubordim. Senga quyoncham deb yozibdilar-da. Shunga endi ota go'ri qozoqxonam endi. Voy, ber kechga qo'yaman men. 52-50. Kelyapsizmi? Sizni kutyapman, krassavchik. Bunisi kim? Suvoqchimi? Yo'q, tikuvchi. Yo'q. Bak, kostyumlarimni tikadigan bolalar. Alisher, endi tikuvchilarning bir xillarini bilasanmi sen? O'shanga krassavchik deb yozibdi-da. Nima endi? 0110. Men yolg'izman. Sizsiz qiynalyapman. Ha? Ha? Kim bu? Direktorimiz? Men o'rinbosarman u direktorga. O'sha yolg'iz o'tiradilar, zerkanlar. O'shanga yozgan bo'lsalar kerak. Axboroting uchunchi? Ular 50 yoshdalar, tushundingmi? Jiddiy odamlar ular. Jiddiy odam deng. Ketidan SMS yozibdi, jiddiy odamingiz. Oppog'im deb. Ha, yozadi. Ishxonani yarmini ish qora, uni ko'ra olmaydi. O'shani ishi o'rnidan ketsa-yu, o'rniga o'tirsa, bitta men o'rinbosar bo'lib turib, ular yonlarini olaman. Har doim menga aytadilar, bitta seni ko'ngling toza, oq insonsan deb, o'shaning uchun opoq deb yozganlar meni. Ha. Men yonyapman. Sarivar, svarka. Balki sevarkadir. Bilib qolding-a? Onasi to'g'risini aytsam, sen yuraging siqilmasin deb senga aytmayotgandim-da. Ana Sarvar o'rtog'im bor edi, svarishing. Bittasini uyiga borgan ekan. Svarka qilaman deb to'kka noto'g'ri ulagan, yonib ketdi. Sarvar ko'ka. Mana yozgansiz ko'nga uchyapman-da. Yozaman-da, onasi to'ylarimizda qanaqa turib bergan Sarvar bechara. Uchib borsam yonib ketdi. Mayli. Kontaktlaringizni qaraymiz. Mana, qarang. Xatam. Kim u? Xatam sinfdoshim. Xotam deyilmaydimi? Biz uni birinchi sinfdan xatam deb o'rganganmiz. Keyin men ona tilida ikki kishi bo'lganman. O bilan ani farqiga bormayman. Yozib qo'ygandirman-da xato. Bunisicha. Zari любой payt. Qanaqa zari? Nima любой payt? Paynet.
Sen любой payt telefon qilasan-ku, adasi shotimda pulim qolmadi deb. Baraka topsin shu zari. 1 mi, 2 mi telefon qilsam, seni shotiga pul tashlab yuboradi indamay. Ha? Bilaman ladingiz, lekin men buni sizga aniq bahona topa olmaysiz. Mushukcha. Qanaqa mushukcha u? O'zini qo'llari bilan SMS yozadiganmi yoki miyovlab sizni kutib oladiganmi, ha? Ana, tutdim. Niyatingga yetding-a? Niyatingga yetding. Senga shu kerak edi ertalabda, senga shu janjal kerak edi. Men senga bugun surpriz tayyorlab qo'ygan edim. Yo'q, senga shu kerak. Bugun seni tug'ilgan kuning edi, esingdami? Ana kuni kechqurun nima deding menga? Adasi, menga kichkina mushukchalar yoqadi. Er bo'lib tug'ilgan kunimga bitta kichkina mushukcha sovg'a qilsangiz, qanaqa zo'r bo'lardi deding. Men ahmoq, borib, kechadan beri yugurib, mushuk buyurtma berdim. Bugun 4 ga sotgan edi, senga o'sha mushukchani olib kelish kerak edi. Yo'q, tug'ilgan kuning bilan tabriklayman, xotin, tabriklayman. Men sizga g'irt ahmoqman, hamma gapingizga ishonishim kerak-a? Onasi, men charchab ketdim senga tushuntirib. Men sendan boshqasiga qaramayman. Boring ishga qarang. Men senga hozir aytdim, men sendan boshqasiga qaramayman. O'zing qara. Kim? Assalomu alaykum. Mushuk zakaz qiluvdinglar? Adasi. Rostini aytdingiz. Yo'q, men yolg'on gapirdim. Menga qizlar SMS yozadi-yu. Men hamma bilan yuraman-u. Odajonisi. Nima, sizni qizg'ansam yomonmi? Evi bilan qizg'anish kerak, tushundingmi? Adasi. Nima? Ana, mushuk olib kelgan bola tanish ko'rindi ko'zimga. Yo'q-e. Tanish ko'rindimi? Telefoni bordir sizda nomeri. Ha? SMS tashib turarsizlar balkim. Restoranga olib borar, kinoga tushgandirsizlar. Biz ham bilamiz rashk qilishni, to'xta. Qalay? Nima qalay? Sendan boshqa odam yo'qmidi mushuk olib kelgani? Hozir Sarvar seni yonib ketdi dedim.